Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana va nihoyat bugun Doston Haqberdiyevning Mahallamiz Hangomalar nomli komediyasini hamda biz niqobdamiz asarlarini bugun vazirlik xodimlariga topshiramiz. Xudo xolasa. Mana ikkalasida ham bosh rollarni Mavlon opam, Boy Martuban opam kuch-quvvatlaymiz. Opamdan duoxolik, ya'ni kirdik mana biz. Ilohim yuzinglar yorug' bo'lsin. Allohim qo'llasin hamma ishlarda. Birorta so'zinglardan adashmanglar. Ilohim Alloh obro' bersin. 5 a'lo baholarga topshirsin. Ma'lumotlarki asarlarning geroinasi, bosh qahramon. Ikkovsini siz endi qilgan mehnatlaringiz hozir nima deb gapirishdan nihoyat hayajonlanyapman. Hayajon bo'lmasa siz bo'lmayotgan vazirlarimizga topshiramizda. Ular baho beradi, xudo xolasa. Allohim yuzimizni yorib qiladi degan havola qilamiz. Rahmat, ijodingizga barkamollik tilaymiz sizni ham. Charchamang. Muxlislarim kelinglar, kutamiz. Zo'r asar, rosa dam olib ketasizlar. Madaniy hordiq chiqarasizlar, xudo xolasa. Keling qo'qoncha. Mana biz endi kiyim-girimga o'tdik. Kiyimlarni kiyib, bizning rolimiz o'sha mahalla, o'sha qishloq, chekka qishloqdagi oqsoqolni obrazi. Mana oqsoqol shashishda o'zi yoshlikda qotib o'tgan odam. Shuni nimalarda komedik, kulgili holatlar chiqadi. Mana shuni davom qilamiz va mana bizni mana shunaqangi charximiz bilan pichoqlarimiz bor. Mana endi oqsoqol doim issiqda mamalarda bo'ynilariga durralar tashab turadi. Hali sal yana girimlar bilan yana sal o'zgaramiz. Unaqa narsa bo'lmagan. Kecha aytildi. Dilshodboy. Nima oldi ko'ringchi? Keling. Anida deleganlar oldim, umi. Bugun Assalomu alaykum. Kelinglar, mana bugun dramaturg Doston Haqnazarov, sahnalashtiruvchi rejissor Doston Haqnazarov o'zlari Mahallamiz Hangomalari degan komediya spektaklimizni bugun bizlarchisi mana Toshkentdan kelgan komissiyalarga topshiramiz. Xudo xolasa Alloh yuzimizni yorug' qilsin degan umiddamiz. Hammalaringni yangi spektakl bilan yana bir bor tabriklayman. Omad. Xatirdilarmi? Asl katirib qo'ydim. Kechadasi boshlagan mashg'ulot hayollar surat